Chaqaloq va ko'krak yoshidagi bolalarda burun bitganda uy sharoitida burunni qanaqa ochish mumkin va burunni qanaqa tozalash mumkin? Bunaqa yoshdagi bolalarda maxsus burun tomchilari mavjud. Nazivin baby, Rinaxil baby, Farmazalin, Linazalin va boshqalar. Lekin bu tomchilarni foydalanishda juda ham ehtiyotkor bo'linglar. Sababi mana shu tomchilarning bir tomchisi o'zi burunni ochilishiga yetarli bo'ladi. Bir tomchi tomizsangiz yaxshi ochiladi. Ko'p miqdorda tomizib olish esa, misol uchun 3-4 tomchi bundan ortiq tomizib olish yoki ehtiyotsizlikning oqibati yoki e'tibor qilmasdan ko'proq tomizib olish bolaning tana haroratining tushib ketishi, pulsining tushib ketishi, tana qon bosimining tushib ketishi kabi noxush oqibatlarga olib keladi. Uy sharoitida bu preparatlarsiz qanaqa yosh bolalarning burnini ochish mumkin? Uy sharoitida oddiy fiziologik eritma ilitgan holatda ilitib burniga 2-3 tomchi tomizish yoki bo'lmasa onalarimiz o'zlarining bolalarini burniga 2-3 tomchi o'zlarining ustidan tomizishi bolaning burni ochilishi, nafas olishi yaxshilanishiga yordam beradi va bolaning burni ochilgandan keyin maxsus aspirator yoki gurushalar yordamida burundagi qoldiq masalani tozalab olamiz. Aspirator va gurushalar albatta barcha aptekalarda mavjud. Aptekada bemalol topsa bo'ladi. Xuddi shu usulda tozaladik, burun ochilmadi. Buni holatda keyingi bosqichda albatta lor shifokoriga murojaat qilishingiz mumkin. Lor shifokor tomonidan burunni yuvib qo'yish mumkin, ya'ni ko'kishga. Bu usul ham bolaga juda ham yaxshi yordam beradi. Lekin bolajonlarda burun atrofidagi bo'shliqlar hali rivojlanmaganligi hisobiga va burun bo'shlig'i torligi hisobiga atsoz bosimini, ya'ni o'sha shifokor tomonidan ishlatiladigan atsoz bosimini tushirgan holatda, juda yuqori bo'lmagan holatda 1-2 marta tozalash o'zi bolalarning burni ochilishiga yetarli hisoblanadi. Siz va sizning yaqinlaringizda ham burundagi, tomoq va quloqdagi muammolar bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Biz sizga yordam beramiz.